Aka nimalar qilib tashladingiz? Nima qilamiz endi buni? Endi hech kim qilmagan ishni qilyapmiz endi, Sardor aka. Biz mana chek shashligimizda bitta o'yin boshladik mana. Qanaqa o'yin aka? Sizni ham obunachilaringiz, meni ham obunachilarim. Kim misol o'ziga ishongan, misol ko'chada yeyman deydiganlar bo'lsa, o'ziga ishongan bolalar bo'lsa, mana bemalol kelib 1 metrli shashlik. 1 metrli shashlik. Voy! O'zini bemalol Kelib sinab ko'rsa bo'laveradi. O'ziga ishonganlar bo'lsa. Qancha pul yutib qo'ydingiz bunga aka? Xo'p, aka, nima deysiz? 15 daqiqa vaqt qo'ydik. 15 daqiqa ichida yeb bersa o'ziga ishonganlar. 15 bas aka. 5 qo'shing yana biz obunachilarga. Sizga ham siz aytganingiz uchun bitta like bosib qo'ying. 20 daqiqada 20 daqiqada yeb bersa 1 million prizi bor. Mana, barda akam bo'ladi 1 million. Boboda yalmasachi shunaqa joyi ham bor. Yalmasa o'zi buni narxi где-то 300 mingdan oshyapti. 300 mingdan 200 ming, ana 100 ming bonus bo'lyapti shunda bor. Kelish kerak, bitta ish kerak. Yalmasa yarmini misol yesa, zavtrga qo'ygani qo'shib beramiz. Olib ketaveradi, samoy qilib o'ynasidan yuradi. Chek shashlik xonasida yangilikda bombasini qilib qo'yibdi aka-ukalar. Kelish kerak, bitta o'zlaringni sinab ko'ringlar. Akamiz 1 metrli shashlik qilib qo'yibdi. 15 bas 20 minutda yeb bersiz 1 million naqd pul beraman deyapti. Yana homiylar bor deyapti. Yana qo'shimchasi bo'ladi aka-ukalar. Shashliklar orqali xilma-xillari bor. Bundan tashqari bedana bo'pti. Ayoli erkagi bitta ekan. Jufti bilan. Hammasidan bor aka-ukalar. Kelish kerak, yeyish kerak. Manzil Quvasoy chek gaydan o'tgandan keyin o'ng qo'lda joylashgan Quvasoy chek marojna xonasini yonginasida aka-ukalar. Pastda nomer qoldiramiz. Telefon qilib kelaverasiz.